Assalomu alaykum o'chakalar, kechki hordiqqa chiqdik yana mana salqingina. Tashab qo'ydik sekin. Tortishni boshladi. Bitta oldim, mayda ekan tashab yubordim. Endi hozir 3-4 kilolik yonboshga urib bo'ldim, xo'rak tashab qo'ydim. Xudo xolasa qarab qolsa yaxshi. Mashitga xo'rak tashab qo'yganman. Yoniga borganim yo'q, uzoqdan turib olyapman. Baliqcha solib qo'yganman, qimirlab yuribdi. Qarasa qarab qolar yo to'qdir. Shunaqa qilib biz ham mana cho'tka zabarda o'tiribmiz. Kechki hordiq qilib ishdan keyin va ketgan. Короче, mazza kelaverasizlar.